3 xona, 4 xona qilingan Chilonzor 9-kvartal Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismida divanda o'tirib televizor tomosha qilib tursalar bo'ladi. Uyimizning hamma xonalariga tepli pollar o'rnatilgan. Kirush prixoshkamiz bu yoqda bolalar xonasiga ko'zinglar tushadi. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Umumiy maydoni 65 kvadrat metrdan iborat. Shundoqqina yo'lni yuzida Rayhon milliy taomlarining ro'parasida joylashgan. Uyimiz yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu yoqni kladovka sifatida foydalansanglar bo'ladi. O'zini razdelniy sanuzel qismlariga ega. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Uyimiz 5 qavatli domni 3-qavatida joylashgan. Elektrika, santexnika ishlarigacha absolyutno noldan remont qilingan. Choy ichib o'tirish uchun stul va o'zini konditsionerlari bilan qoladi albatta. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. 3-qavatdan qaraganinglarda sizlarga mana shunaqa chiroyli atmosfera kutib oladi. 1,5 ga 3 balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Ovqat qilganinglarda yog' hidi chiqmasligi uchun mana bunaqa razvojnoy eshiklardan foydalanilgan. Uyimiz Mirzo Ulug'bek metroga 3-5 daqiqalik yo'l. Xonadonimiz narxi $96,000.